Voy, avara bo'psiz-da. Shart emasda olib kelishingiz. Ha, ne shart emas ekan? Gaplarimizga qo'shish uchun shartda. Kerakda shu narsa. Voy, qo'ymaysiz-da. Ha, Botir, yaxshimisan? Ma'ruf aka, yaxshi. Hisobotlarni yozyapsanmi? Ha, yozib qo'ydim aka. Ha, men ketishga otlanyapman. O'zing boya aytganimdek nazorat qilgin. Tushundingmi? Aka, meni uyda ozroq ishim bor. O'shanga bugun qololmayman. Qanaqa ish? Yana nima muammo bo'ldi o'zi? Shu aka o'zimni oilaviy muammo. To'g'ri tushunasiz aka. Tinchlikmi? Shaxsiy ishim aka. Ha, yorilsang-chi men bunda. Shaxsiy ishim aka. To'g'ri tushuning. Bugunga qololmayman. Kim qaraydi endi? Boyamasang aytgandim. Kamolga aytib qo'ying aka. Kamol bugunga qarab tursin akajon. G'alati bo'ldi-yu. Hey. Kamol, kurtkamni olib berib. Ha, aka, tinchlikmi? Qayerga otlandingiz? Sen o'zing nazorat qilib tur. Xo'p, aka. Keyin gaplashamiz. Yaxshi boring. Aka, tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Biron gap bo'ldimi aka? Yo'l bo'yi nimagadir xomush ko'rinasiz aka? Aka, to'g'risini aytsam, oilaviy muammo. Aytishdan uyalmayman. Xotinimni xiyonat qilganini eshitib qoldim. Aka. Boshingizga katta sinov ketdi-ku aka. Bir ukam xotinimni begona erkak bilan yurganini menga aytdi. Oho, tushunarli aka. Endi qanday chora ko'rsam ekan deb boshim qotyapti aka. Ha, aka, mayli, o'ylamang. Bu dunyo o'zi shunaqa bevafo aka. Endi boshingizga bir tashvish kelibdi aka, bu ham sizga bir sinov aka. O'ylamang. Hamma ishni bosiqlik bilan hal qilgan yaxshi aka. To'g'ri aka. Gaplaringizda jon bor. Aka, meni mana shu chetroqda tushirsangiz ham bo'laveradi. Menga уже yetadi. Kayfim oshib qolyapti. Haqiqatan ham opani gapiga jon bor. Bo'ldi, oshib ketdi, o'rtoq. To'xtataylik. Voy, qanaqa opa? Opa devormang. Hali yoshman-ku. Zokir. Gaping sal o'ylab gapir. Nozimaxonni kuniga tegadigan deb o'ylamaysan. Endi og'inim gapiga xafa bo'lmaysiz. Ozroqgina kayf oshib qopti. To'g'ri tushunasiz. Uzr, Nozimaxon, kayfchilikda. Xafa bo'lmang-da endi. Ha, mayli. Hech qisi yo'q. Voy, shunaqa paytda kim keldi? Nozimaxon, bizdan boshqa mehmoningiz bormidi? Ha, yo'q. Hozir o'tirib turinglar, men qarab kelay-chi. Kim bo'ldi ekan shunaqa paytda? Bilmasam. Ishqilib, tinchlik bo'lsin-da. Voy. Aroni yostiranglar bolalar. Voy, yostiranglar. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, erim keldi. Erim keldi. Kim? Erim yo'q deganingiz-ku. Ha, shunaqa degandim. Keyin tushuntirib beraman bolalar. Obbo. Bolalar, iltimos, tinchlaninglar. Hammasi yaxshi bo'ladi, keyin tushuntirib beraman. Xolamni o'g'li bo'lib turinglar, maylimi? Xolamni bolalar rolini o'ynab beringlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu nima deganingiz? Odam xijolatga qo'ydingiz-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Erimning xarakteri yomon. Faqat vahima qilmanglar. Tag'in erim bilib qolmasin. Iltimos.